Diqqat! Aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 25-yanvardan 28-yanvargacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Ob-havodagi o'zgarishlardan o'z vaqtida xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Ishonchli va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostidagi like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Diqqat! Qoraqalpog'iston Respublikasi. Havo o'zgaruvchan bo'ladi. 25-yanvar yog'ingarchilik kutilmaydi. 26-28-yanvar ba'zi joylarda qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ayrim hududlarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi -6 -11 gradus, kunduzi -3 +2 gradus. Xorazm viloyati 25-26-yanvar yog'ingarchilik yo'q. 27-28-yanvar ba'zi joylarda qor, tuman bo'lishi mumkin. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi -6 -11 gradus, kunduzi -3 +2 gradus. Buxoro va Navoiy viloyatlari 25-yanvar ayrim joylarda yomg'ir, qor yog'ishi mumkin. 26-yanvar yog'ingarchilik kutilmaydi. Navoiy shimolida biroz qor bo'lishi mumkin. 27-28-yanvar qor, tuman va yaxmalak ehtimoli bor. Harorat kechasi -3 +2 gradus, kunduzi +5 +10 gradus. 27-yanvarda +3 +8 gradus. Cho'l hududlarda kechasi -6 -11 gradus, kunduzi -3 +2 gradus. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo 25-yanvar ayrim joylarda yomg'ir, qor. 26-yanvar yog'ingarchilik yo'q. 27-28-yanvar qor, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi -3 +2 gradus, kunduzi 25-26-yanvar +3 gradus. 27-28-yanvar +1 +6 gradus. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari 25-yanvar ayrim joylarda yomg'ir, qor yog'ishi mumkin. 26-yanvar yog'ingarchilik yo'q. 27-28-yanvar yomg'ir, qor, tuman va yaxmalak ehtimoli bor. Harorat kechasi -2 +3 gradus, kunduzi +7 +12 gradus. 27-yanvarda +5 +10 gradus. Andijon, Namangan, Farg'ona 25-26-yanvar yog'ingarchilik yo'q. 27-28-yanvar ba'zi joylarda qor, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 25-26-yanvar 0-5 gradus. 27-28-yanvar -2 +3 gradus, kunduzi +5 +7 gradus. Tog' hududlari havo o'zgaruvchan, ba'zi joylarda qor yog'adi. 26-yanvar yog'ingarchilik bo'lmaydi. Tuman va yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 25-8 -13 gradus. 26-28-yanvar -5 -10 gradus. Kunduzi -6 +2 gradus. Do'stlar, kanalimiz rivoji uchun videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.